Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dayt Hasan. Hammalarga xush kelibsiz. Bugungi videomizga do'stlar, bugungi videomizda TikTok reaksiya bo'ladi. Bugun maroqli hordiq chiqaramiz. O'yinlardan azizcha lirik chekinish qilamiz. Bugun maza qilib TikTok ko'ramiz. Bo'lmasa do'stlar, videoni boshlashda va like-larimizni shaqlatib bosib qo'ying. Любой fikr, любой takliflarni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmasin do'stlarim. Kelinglar shu videoga 3000 ta like yig'ishga harakat qilamiz. 3000 ta like menimcha bilamasizlar, easy yig'ib tashlaysizlar. Bo'lmasa hammaga kattakon rahmat. Kim like bosib o'tgan, addushi rahmat kattakon. Agar qanaqadir fikringlar, qanaqadir taklifinglar bo'lsa, albatta videoni kommentariyasiga yozib qoldirish esingizdan chiqmasin do'stlarim. Kanalga yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib do'stlar, yonida qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, men chaqa yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar do'stlarim. Bo'lmasa cho'zib o'tirmaymiz, videoni boshlaymiz. Stop, to'xtanglar. Telegram, Instagram, TikTok akkauntlarimizni video napisini yozar, albatta u yoqlarga ham o'tib, ijtimoiy tarmoqlarimizga ham obuna bo'lib qo'ying do'stlarim. Bo'lmasa qani ketdik. Xo'sh, qani birinchi videoni boshladik. Tak. Suvga muz solishyapti. Menimcha qo'rqitib yiqitishadimi deyman-a. Qani ko'ringlarchi, o'lar ekan. Nima gelmi? Ana pastda yuvadigan mo'ishli sredstva deydimi? Voy. Kulishyapti yo'q-yo'qsada. Tushungandek bo'lmayman lekin. Ustidan quymoqchimi? Садги. Voy, oxirgacha yo'q bu. Bularcha hozir men tushunishim bo'yicha muzli suvga yog' solishyapti, keyin achchiq solishyapti. Muzli suv bilan achchiq yomon achishtiradi lekin, badanni yomon achishtiradi lekin. Bilvashchi, men o'zim ham achchiq suv bilan, achchiq muzli suv bilan, yog' suv bilan qo'lim, prosta qo'lni ham tiqib ko'ringlar, o'sha suv vash yomon achishtiradi. Bular menimcha bashar qilishayotgan bo'lgan. Oxirgacha yo'q ekan videosi. Prikol qilishdi. Shuni yoqmaydi bizga, shuni bo'lmaydi. Real Madrid. Aytgancha do'stlar, agar mabodo videomizda ko'p mana Real bilan Liverpoolning o'yinlari ko'p video chiqsa, xafa bo'lmaymiz, chunki kecha xullas kecha bo'ladi, chunki kecha soat 0 dan keyin uje bugun kirib ketadi-yu. Xullas do'stlar, kecha o'sha Real bilan Liverpool o'yini bo'lgan do'stlar, o'shaning uchun ko'p hozir video har xil nima deydi, narezka videolar hozir ko'p chiqyapti, juda ham ko'p chiqadi. O'shaning uchun Liverpool bilan Real o'yini chiqib qolsa, unaqa xafa bo'lmaymiz. Bu menimcha Real bilan Liverpool anaqasi. Kommentariy yozib qoldiramiz, kim qaysi komandaga bollet qotdi. Misol uchun men Real Madridga bollet qotdim. Sizcha, siz qaysi klubga bollet qotdingiz? Albatta kommentariyga yozib qoldiramiz. Bu hozir menimcha video eski Liverpool bilan Realni eski Jahon chempionati o'sha Liga Chempionlar final bo'lsa kerak. Adashmasam 2017-mida, 2017-yilda adashmasam. Vashshi atmosferani qaranglar. Mana qaranglar. Lekinchi mengacha 20% qolib dizalatganmiz. Mengacha o'sha eski match Liverpool bilan Realni oldi, o'sha eski final o'yini yoqqan menga. Hozirgi kecha bo'lgan o'yin uchun sal zerkarliroq bo'lib qolgan, lekin o'tgan safar vashshi mo'shni o'yin bo'lgan. Mana oxirigacha ko'rimiz cho'zilib ketadi, keyingisini sirasi ko'raveramiz. Ну ничего страшного. Я mo'shni remont. Kim tushundi hozir? Bu xuddi anaqa tushuntiryapti.
tipa bizani o'zbeklar yo'llarini yamash bor, xuddi bir mashaqada bu yamab keturadi. Bizani o'zbek unaqalari bor, o'zimizning o'zbek yamalari bor, o'shani mana mashaqa yamab ketishyapti. Unaqa tekis asfalt qilib biz o'sha yamab qo'yib. Xullas mashaqa ko'rsatadi hozir videoda. Tak. Mana bu. Nima bu? Tushunarsiz. Aeroportdan chamadan oladigan joyda qanaqadir odam o'rab qo'yishganga o'xshab qo'ygan. Menimcha odam emas, endi vряд ли bu anaqa-yu o'yinchoq bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, o'zi kuklami. Kim chidda? С Новым годом! Yeah. Holland City'ga o'tadi deyishyaptimi, Pokistonni? Atak mashina Holland Dortmundda Holland bormi? Holland deylarmidi ish qilib. Real Gotsi vashshe lekin. Kitana wins. Flawless victory. Kitana wins. Flawless victory. Oshga qanday qoshiq bo'lmasa da endi tipo qo'lda. O'zbeklar shaqa. Qo'l deydi. Помните, когда Селена Гомес упала на красной дорожке? Потом она пришла на другую церемонию и сказала. Помните, когда Селена... Kolonkada eshitadigan qo'shiqlar, barcha qo'shiqlar Telegramda. Bomba bilan, bomba bilan, bomba bilan, donda gelan. Kolonkada eshitadigan Bomba bilan, Real, Real sketto. Real chilamasi qo'yibdi hozir. Oh. Face to face bo'pti. Kimlar bular endi? Kichiklar tanidim lekin. Hali hozir kichkinalar trenddayu. Bo'ldi, yori eshitdingiz. Eng qizig'i mana shu qilig'i bilan 1.600.000 Qo'poqsini million like. 1.600.000 deganim ayrimlar 1.600.000 emas 1.600.000 deyishadi. Men 1.600.000 deb qisqartirib aytaman. O'shaning uchun neta uchun meyli sonni bilmas ekan deb meyli. 1.600.000 like Qo'poqsini. Mash qilig'iga 1.600.000 вообще degan. Easy deb bor TikTokda like yig'ish. Mayli, necha. O'zimizning YouTube'dan qo'ymasana, nima deysizlar? Kelinglar 1.600 like tashlaymiz sразу. Shunga bitta ko'rsatib qo'yamiz o'zlar kuchimizni. Voy. Kim chunda? Uy. Bir video mana shu videoni ko'rgan Dragba bor-ku, Dragba futbolist. Har xil davlatlarga borib restoranlarda ovqatlanadi. Endi xudoni Messi bormagan restoranlarni qidirib o'sha yerda ovqatlanib ko'rmoqchi bo'ladi, lekin har bitta restoranda bariyat Messi bo'ladi.
Max sovuq joylarga olib keladi. Lekin barga Messi bor. Xursand hozir, lekin Messiniki. Uzr. Nima? Kechirasiz. Nima bo'ldi? Hech nima. Ishonchingiz komilmi? Ha. Oyog'ingizni uqalayapman. Suv quyadi, issiq suv. Oyoq sezmaydi. Bo'lishi mumkin emas. O'ynab charchamadingizmi? Siz rostdan hech nimani sezmayapsizmi? Qo'ychimni nimalar qilyapsan? Tajriba o'tkazyapti. U hech nimani sezmas ekan. Buni qarang. Bas qil. Yomon zo'r kino deman shu. Kim ko'rgan shu kinoni? Lekin zo'r kino. I am Jose Mourinho. Men TikTok tushunmayman, lekin mana oddiy mana bu narsani olib yerga tashlab yuborsam, rekka chiqib ketadi video. Rekka chiqibdi, lekin like yig'ilmabdi-yu. Ota nima qilyapsiz? Mana shu mazasini ko'rib, navaralarga olamizmi deyapti mana. Ya qo'ysangizchi, hozir men do'konga qarz qilib chiqib ketmoqchimisizmani? Kerakligini uyga olib oling-ku. Yevermang, qaman oldida sharmanda qilib uyalib turyapsiz. Ya qo'ysangizchi, uyga olinglar, uyda yeysiz ana. Aka, mana shuni hisoblab bering, nech pul bo'ldi? Mana shu uchalasimi, aka? Yo'q. 140 ming, aka. Mana aka bo'ldi. Paket beraymi? Yo'q, aka, shuncha narsani paketga solaman. Arzimagan narsa yo'q. Aka, mana buni shuna birini boya o'g'il bo'lib otangiz urishganingizni eshitib qoldim. Ko'rib qoldim o'shanga. Shu otaxonning bir dillari ketgan ekan, bir duo qilib qo'ysinlar. Men otam yo'q edilar. Ibrat olamiz, ibrat do'stlar. Nima o'tdi? Sначала до меня не дошло, а потом как? Barcha tushunmadim boru. Mayli. Замакимов, что ли? Нет. А кто? Прокурор. I'm sorry, don't leave me. I want Realdan ketgan o'yinchilarni ko'rsatishyapti. I know that your love is gone. Benzema faqat bor o'tdi. I can't breathe, I'm so weak. I know this. Mazayu. Yo, to'xtanglar, mana qaranglar, vashshe hozir ko'raman bir ikkita qanaqadir yemagan videolarni chiqadi. Sizlarga ham acha chiqib kelaveradimi? Vashshe 0 da like'lar. Niftem odam chiqib keladi, bor sizlarga ham shunaqami? Yo, faqat mendami? O'xsana. Wow. Lekin men haligacha uchmaganman mana shu narsada, haligacha yomon qo'rqaman bor mana shu narsada. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Yoshlik shularni kinosi bilan katta bo'lganmiz, vashshi zo'r kinolar bo'lgan.
O'sha paytida ashshi. Legenda. Pacha qiling edi. Hop, o'tirsanglar bo'ladi. Rahmat, duo qiling. Mana, qaytar! Oldini to's. Qo'rqitib yuborsang odamni. Kimga kirgan bo'lsa o'qitib yubormasang, xonangda chiqarib qiyiqlasan. Ummon barbar ummonde, senga qo'shag'immanne, shohratere voqale, yo'qsa yo'qmasa hamde, ummon barbar ummonde. Bolam bo'ldi-da endi. Boshqa hunaring bo'lmasanda. Так, наносим плавненько воду на голову. Выдавливая пакетик, наблюдаете, да? Как гравитация. Как будто гравитация. Вот капелька полетела. Надо мыться очень аккуратно. Хотя капли все равно летят, но потом их смоем. Bu kosmosda boshini yuvardi. Gravitatsiyadan uchib yuradi suvlar. Выдавливаем, добавляем несколько капель. Он очень хорошо пенится. Есть. L'effort de fou malade. Voy mamana. Men takib bildilar fanzona Liverpoolga dotdi. Ara Liverpool fanatlarini anaqasi ekan, zonasi ekan bu. Mana ketishgandan keyin fanatlar qaraylar ahvoli. Hamma yo'g'ini musulxona qilib tashashibdi-yu. Yani yutuqizgadagi shu-da. O'zingga ham deydi, Parijingga ham tushib ketishgan. I have gotten over my last heart. Okay, on turn. Ha shogird, nima gap? Savdo yo'q. Nimaga yo'q? 30 dan oshmayapti chiqam. Yo'g'i? Ha, hammadan tirador. Sen yengisidan xabaring bor? Nima? O'tirganda tushuymiz hozir. Qanaqa uxlayapti? Yengisi bor, qara. Qani? Yetmiş 6'ya 3. Olimpiada rekordi qildi. Popladingiz lekin. Yorib bordim. Tamam bo'ldingsan. Kechirasiz. Assalomu alaykum ko'zim. Katta leytenant qancha bersen to'ymayman-siz. Siz 76 tezlikda turibsiz. Ha shogird, nima gap? Savdo yo'q. Maza qilishmoqda. Realchilar azobotdi. To'xtang, men sizga tushuntirib beraman. Men o'tsam birovni uyida. Kerak dastlabki chaqirganlar. Mani aka joyim bor pasportim. Men blogerman o'zim, mana men Instagramimni ham biror ayolga joyni bu aldavot adajoningiz o'zi kirib turib chiroyli ayol ekansiz. Bitta o'zi yashaysizmi deb menga tegajonlik qilib men bilan o'zi telefonim men bilan nega deyman? Men sizga yo'q, adajoningiz aldavotdilar. Nima kirdim? Men dastlabki qilib keldim aka. Lekin hop dastlabki berib kelib ko'rmaysanmi bo'lmasa? Men olib chiqib beraman deyotganimda nima aldavot o'zi aytdingiz chiroyli ayol ekansan, bitta rasmga cho'lib bitta o'zi borasan, men yo'q adasi borasan. Men rasmga tushgan o'zimnikiga tushadimi? Men bunda kutib turgan. Panjaraga qattalar. Podezdalar kamera bilan kutib turishdi. Kamera qo'yibdi. Men qo'ysam bir vaziyat. Qo'yingni olmam.
Bo'ldi kiruvsizlar, Doniyor hozir mazasi qochadi. Okay, och nice to meet you. Hala gaz o'tgan qo'yib xafa bo'lish. Xullas do'stlar, videomizga o'z nihoyatda hammaga kattakon rahmat. Bugungi videomizda TikTok reaksiyasi bo'ldi. Endi hozir men ko'ryapman, menga o'zi ochiq aytsam TikTokda mana bir ikkita yaxshi videolar chiqadi. O'sha yaxshi videolardan ilmlaman, harakat qilaman o'sha videolarni ko'rsatishga. Endi qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman, lekin TikTokda o'zingizlar bilasizlar, o'zingizlar ko'rasizlar, har xil bachkana, har xil masalan prikol bo'lsa ham, har xil bachkana, juda ham ko'p bachkana videolar bor. O'shaning uchun do'stlar, ming bor uzr agar nima deydi, ayrim odamlarimizdan, hozir ayrim bizani ko'rayotgan odamlar agar zerikarli bo'lib qolgan bo'lsa videoni, nima deydi, ming bor uzr. Men unaqa bachkana va shani prikol bo'lsa ham bachkana yoki qanaqadir yalang'och qizlarni rasmi, qanaqadir videolarini qo'ya olmayman men videoga. Shuning uchun men ming bor uzr so'rayman. Men bunaqa narsalarni ko'rsata olmayman. Men faqat qo'ldan kelgancha nima deydi, me'yorida odamni kuldiradigan, odamga azizcha nima deydi, yaxshi nimadir beradigan videolarni harakat qilaman ko'rsatishga. O'shaning uchun bunaqa nima deydi, hate qilmaysizlar degan umiddaman. Hate qilsanglar menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q deydi xullas. Xullas do'stlar, mana videomiz o'z nihoyatda. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bilan bizani qo'llab-quvvatlanglar va любой fikr, любой taklifdan kommentariy yozib qolish esingizdan chiqmasin do'stlarim. Kanalga yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar do'stlarim. Agar azizcha tilim aylanib ketib qolgan bo'lsa, ming bor uzr. Ishdan kelib o'zi charchagan holatda soat 3 ta video olman, o'shaning uchun ming bor uzr so'rab qolaman. Agar Nito divisionerlar o'qib qolgan bo'lsa, azizcha uxlagim kelyapti. Ketib qoldi ko'z. Xullas hammaga kattakon rahmat. Agar kommentariyada yozib qoldiringlar, faqat TikTok reaksiya bo'lsinmi, yo o'zingizlar bilasizlar, YouTube'da ham shorts degan narsa bor. Mana shunaqa qisqa yaxshi videolar ham bor YouTube'da ham. Xohlasanglar YouTube'da ham anaqa ko'rsatishim mumkin. Yo bo'lmasa Instagram videolariga ham reaksiya qilishimiz mumkin do'stlar. Yo bo'lmasa qaysidir kinolarga, qaysidir prikol, momentli videolarga ham, xullas qaysidir temani olamiz, o'sha temaga reaksiya qilishimiz mumkin. O'shaning uchun albatta o'zingizlarning taklifinglarni kommentariyaga yozib qolish esingizdan chiqmasin do'stlarim. Bo'lmasa hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Det Hasan bo'ldi. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Sog', omon bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha xayr.